أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar, alqışlar alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Bütün yaxşı akıbet, muvaffakiyetler bu şerlağı olsun. Salat, salam, aman, iyiselikler, kollaşlar ve destekler. Bu Allah'ın peygamberi, bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve kıyametkice onun yoludan mangan yoldaşlarına olsun. Amin. Esselamu Aleyküm kadirlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Bugünkü sohbet yana Tövbe suresi 112. ayetten buludu. Tünkü sohbetin ahiri. Yani Allah yuqorqi ayette müminler bilen bir soda qilganligini e'lon qilgan edi. Bu soda shundoq bir sodaki bu sodaning yo'l ko'rsatilishi, yetaklanishi Allohdan, desmi salinishi Allohdan, nimish qilinishi, qanday ish qilinishi, rahbarlik qilinishi yana Allohdan. Bu sodadan chiqqan mahsulotni setib olish, birga 10, birga 70, birga 700 ga qadar. Bazı mahsulotlar varki bek süpetlik çıksa onun hesapsız, çeksiz savap beradigan. Allah özü setib oladigan. Mushundaq bir sodani e'lon qilgan edi. Men bu sodani mu'minlar bilan qildim deb. Bu sodaning natijasida insonlar hozirgi cheklik hayotining bedeliga cheksiz hayot, cheksiz bir baxtli hayot, cennet hayotga erishadiganligi. Ve bu insanlardan Allah razı olab, bu insanlar Allah bilan davomli muhatap bo'lib turadigan, jannatda ebediy yashaydiganligi e'lon qilingan edi. Bugungi suhbatda u so'rg'a qatnashgan mu'minlarning sifatini bayon qilib kelib qoldik. Bugun shu mu'minlarning, shu sodigar mu'minlarning sifatini davom qilamiz. Allah shunday deydi bu mu'minlar haqida: "Er-raki'un es-sajidun." Allah bilan soda qilishgan bu mu'minlar ruku qilg'ichilardir, secde qilg'ichilardir deydi. Er-raki'un es-sajidun. Bu er-raki'un es-sajidun kelimesi bir qancha kun burun qilingan bir suhbatda Muhammed Aleyhisselam'ның yoludan umangan mu'minlarning sifati degan suhbat chiqdi. Ve kelimeye tugab ketgan suhbat. "Vellezina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujadan." Mana mishada va da ruk'an sujadan. Ruku qilganlar, secde qilganlar. Muhammed Aleyhisselam'ның mangal ruku, secde. Bu namazdaki iki rukun. Namazdan içindeki 6 farzning 2 farzi şu. Birisi ruku qilish, birisi secde qilish. Bu yerda Allah davomli mu'minlarni sifatliga vaqtda ruku, sujud bilan sifatlaydi. Nima uchun shunday qildi qarindoshlar? Ruku degan Allah'a ve Allah'ın kanuniyetleriga teslim bo'ldim Allah'ım, senin kanuniyetin bek mükemmelken, senin bu sisteman bek mükemmelken, bu ilahi sistema butunlay mening menfaatimni ko'zda tutib tuzilgan bir sistem ekan. Bu sistema naq menga tushdi ekan. Men mana taslim bo'ldim bu sistema. Mushu sistema bilan men boshqa sistemani qabul qilmayman deganlikning ifodasi. Ruku egilimizga egilgandan keyin Rabbul alamin egilimiz. Ey Allah, bu alemde sen shunday bir sistem quribsanki men uchun
bu butunlay %100 mening manfaatim uchunkan men bu sistemaga taslim bo'ldim degandik. Rukudan keyin saydiga boramiz bu. Sayda ya Rabbi bu sistemni men yashash jarayonida shundoq his qildim, shundoq tushundimki, bu sistema og'zimda deganligimdekla kallamga shundoq o'rnidagi %100 fayl bo'ldi. Qabul qildim. Meningsidim. Matrukchida benimsidi deb qo'ydik. Mening bu sistem naq men uchun yaratilgan sistem ekan deb ichimdan qabul qildim degan ma'noni bildirdi sayda. Shuning uchun rukuda subhan robbiyal azim deymiz. Allohning buyukligini ko'rib yetib, Allohning buyukligiga taslim bo'lamiz. Sajdada subhan robbiyal a'la deymiz. U yerda o'zimizning ne kadar kichik ekanligimizni bilib yetib, ojiz ekanligimizni bilib yetib, ne kadar pastlarda asfali safilindiki hech qanday qadr qimmati normalda bo'lmagan bir maxluq ekanligimizni Allohga solishtirganda Allohning ne kadar yüksek ekanligini bilib va subhan robbiyal a'la deyishimiz kerak. Ruku, secde degan Allah'ın bizim şu dünyada yaşayışımız için bizge tüzüp bergen ilahi sistemge teslim bulaş, kabul kılış. İçimizden kabul kılış. Bu şunu köz tutuldu. Şunun için Allah namazda mı ruku sucud deydi. Cihat hakkında kege vakti mi ruku sucud deydi. Muş dünyanın hayatını kandak yaşayışımız hakkında mı ruku sucud deydi. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet oluşunun şartladı mı ruku sucud deydi. Nima uchun? Ruku sujud bir itoat alomati. Mush sistemga itoat qiladiganligimizning alomati. Bir intizomchanlikning alomati. Ey Alloh, agar bu dunyo urush maydoni bo'lgan bo'lsa, kurash maydoni bo'lgan bo'lsa, bu dunyoda men o'sha islomiy sistemga, islomiy intizomni qabul qildim. Sen şu dünyaya tushirib qo'ygan, bizga bergan sen aş ilahi intizomingni qabul qilding. Chunki men bu yerda urush maydonida bo'lgandan keyin, demak men bir askar. Askarda intizomsizlik bo'lmaydi. Shuning uchun men sening intizomingni qabul qildim deganlik. Tasavvur qilib boqaylik qarindoshlar, bu dunyoning kurash maydoni dedik, urush maydoni dedik. Düşmanlar bilan urushimiz dedik. Ichki dushmanni nafsimiz dedik. Anandaki yana bir ruhi düşmanni şeytan dedik. Tashqi düşmanni Xitoy tajovuzchilari dedik. Şimdi Xitoy tajovuzchilari o'zgarib turdi-ku. Hammadan Xitoyni dushman deb turib olmaydi. Endi bizning vatanimizni Xitoy besib olgachqa, bizning dunyolik oxiratligimizga Xitoy qis qilgachqa, bizning dushmanimiz deymiz. Hozirgi zamonda Xitoy yolg'izlik emas, musulmonlarning dushmani, butun insoniyatning dushmani bo'lib ketdi. Unda bo'lganki Xitoyning dushman ekanligida shak shubha yo'q diniy nuqtadan, insonlik nuqtasidan, axloqiy nuqtadan Xitoyning butun insoniyatga dushman ekanligi, Allohning dushmani ekanligida shak shubha yo'q. Bunda shak shubha yo'q bir maydonda, urush maydonida unchalar dushmanimiz yo'q bo'lsa, biz askarlarda intizom bo'lmasa, itoatmandlik bo'lmasa, ma urushda g'alaba qilg'ili bo'lmaydi. G'alaba qilg'ili bo'lmagan ekan, shuning uchun Alloh bu yerda ruku, sajda degan ikki dona intizomni tushirib qo'ygan. Shuning uchun bu ilahiy sistemda ma'ni qilish lozim degandan keyin amanna va sallamna deb ruku qilamiz, taslim bo'lamiz, sajda qilamiz, qabul qilamiz. Shuning uchun bir mu'min uchun nima deydi Alloh Qur'onda? İza qadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lahumul khiyaratu min emrihim. Allah ve Allah'ın Resulü bir narsani emir qilsa, ma'ni qilishimiz kerak desa, bir mu'min bo'lsin, mu'min er kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, uning qilmaslik ixtiyorligi bo'lmaydi. Mu'min bo'lgandan keyin iymon sharti bilan bu sistemga kirgandan keyin men qilmasam bo'ladi. Başkası qıptosu bu ters keme o'tdim deb sebep ko'rsatib bosh tortish haq huquqi ixtiyorligi bo'lmaydi dedi Alloh Qur'oni Karim sura Ahzobda. Nima uchun mu'min bu dunyodagi
bir jangchi. Nefsimizni yengishimiz lazım, şeytanni yengishimiz lazım, Xitoy tajovuzchilarini yengishimiz lazım. Nima uchun bu kadar intizomchan yashaymiz bu dunyoda? Chunki biz bel qo'yib o'tgandan keyin shayton bel qo'yib o'tmaydiki. Shaytonning bir ismi Xannas. Besim qilib shaytonning ustiga mangsak keyingi daji purdigan. Biz belimizni bo'sh qo'yib o'tgandan keyin u bizga besim qilib keladigan. Apurjum bog'u bassa kichiklaydigan, basmagandan keyin yo'g'inib chiqadigan. Xannas degan shu. Bizning dushmanimiz shayton shu. İçimizdeki nefsim şu. Eğer irademizni qo'llanib, Allah rızası uchun yaxshi ishlarni qilgan vaqtimizda nefsimiz bo'ysunib keyingi daji purdi. Nefsimizni yengiy olamiz iradamiz bilan. Eğer bu shapqalib mushunchalar yaxshi ishni qildim endi bo'lar. Mushu men yetar deb shunda bo'shanlik qilgandan keyin nefsi va'da tutmaydi. O'sha yuguriblam keladi bir jonga o'xshash bizni bir joyga qistaydi. 10 yil qistak nefsini 1 saat qo'yib bersak, 1 saat biz qistagan yerga yana qaytib ekiladi bizni. Bizni qistab keladi. 50 yil. Masalan, hozir qadar men bu inqilobni masalan 20 yoshimda boshlagan bo'lsam, hozir 50 ga o'tib 70 yosh. Endi qaribda biraz aramalay degandan keyin, o'sha aramalashga chiqqandan keyin nefsimizni shaytonga qistab keladi. Xitoy tajovuzchilarga o'xshash. Bizning tariximiz, hatto Türk tarixida Xitoylarda urushlar o'tgan. Xitoy Türk ulusining, Türk millatining, Uyg'ur millatining tarixiy dushmanimiz. Hozir qadar Xitoyning dushmanligi to'xtab qolyapti bizga. Biz bo'shanlik qildik, ustimizga minib hozir o'lim farmoni e'lon qilib ijro qilyapti, irqiy qirg'inchilik qilyapti. Düşman degan shunda bo'lgandan keyin biz bu dunyoda bo'shanlik qilsak, intizomli qilsak mag'lub bo'lib ketamiz. Mag'lub bo'lsak nima bo'ladi? Sodada tutanmaymiz. Sodada tutanmagandan keyin nima bo'ladi? Allah bizdan rozi bo'lmaydi. Mahbubimiz Allah bizdan rozi bo'lmaydi. Rozi bo'lmagandan keyin bizni jannatga emas, ahlatxonaga aytadi. Allah o'zining ahlatxonasi va jahannam deb ataladigan, kerak kelmaydigan narsalarni, keraksiz narsalarni jahannamga yetkazadigan narsa. Bir yer var. Allah bizlerini şu yerden saklap kalsın. Şunun için karındaşlar ve de er-raki'un es-sacidun diyen tüm emri fermanlarını, Allah'ın emri fermanlarını intizam içinde kabul kılıdığan, intizam içinde teslim bulunduğan hemmeni şu herbilik, askerlik duygusu bilen uruş, küreş şu uğru bilen icra qilib mağdırlar degan. Anandan keyin yana bir sifati el-amiruna bil ma'ruf. Ma'rufga amr qiladiganlar. Ma'ruf degan nima? Ma'ruf degan arafa yildizidan urf. Va amr bil urf deb chiqadi, urf. Ya'ni hammadan tunigan, hammadan buzulmagan tabiati qabul qila oladigan narsani urf deyiladi. Tabiat tunigan. Kompüter işletmede buluşluğu. Mesela bir programma alıp kalsak başka sistemden hazır bizim kompüterimizi tunumaydı. Tunugulunmaydı. Tunuşu için okşaş sistemden erişimiz lazım. Bu Allah bizge ama işimizge fitret dediğim bir kompüter sistemi koyalım. Eğer bu ilahi programı kaçırmasak beşeri yaki insani nefsani, şeytani, deccali, tağuti fikirlerini kaçılagandan keyin fitret kabul qilmaydi. Kabul qilmagandan keyin uni qabul qildirman deb majburlasak fitret buziladi. Fitret buzilgandan keyin vijdon buziladi. Vijdon buzilgandan keyin Allohning vujudimiz qo'yib qo'ygan o'lcham buziladi, axloq buziladi, qimmat qarash buziladi. Anandan keyin hamma narsani ta'ti o'ylaydigan, ta'ti tushunadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun insonlarningki ma'rufni qabul qilishi, ma'rufga amr qilish vazifasi bor bu jangchilarning. Shuning uchun Allohning to'g'ri deganiga amr qiladi. Va nahuna anil munkar.
Allah'ın hata deganidin to'sidi. Nahiy qiladi. Munkar degan nima? İnkar qilingan, tabiat qabul qilmagan. Bu eski. Bu yaman. Bu bir yerler hata deb inson tabiati qabul qilmaydigan narsalardan nahiy qiladi. Endi bu ma'rufni tuniyalishimiz uchun, munkarni tuniyalishimiz uchun qarindoshlar, Allohning bizga qo'yib qo'ygan fitrat sog'lom bo'lishi kerak. Bu fitratning sağlam duruş için nima lazım? Bu fitratning o'ziqi lazımki u o'yi biz kalamulloh, Allohning kalami, sunnat Rasululloh deymiz, Rasulullohning sunnatidir. Mush ikki o'ziq, birisi suv, birisi non bo'lib, fitratimizni ta'minlab tursa, fitratimiz sog'lom bo'ladi. Fitrat sog'lom bo'lgandan keyin nimaning ma'ruf, nimaning munkar ekanligini tuniy olamiz. Nimaning haram ekanligini tuniy olamiz. Nimaning sat, nimaning chiroyli ekanligini tuniy olamiz. Nimaning Allah rızası için ishlar ekanligini, nimaning shaytoniy ishlar ekanligini fitratimiz sog'lom bo'lganligini tuniy olamiz. Shuning uchun bu savdoni qilgan ulug'vor savdogarlar, yuksak himmatli savdogarlar nima qiladi? Hem ma'rufni uzdunidi, boshqalarga tunutidi, amr qiladi. Munkarga kelgan vaqtda uzoq turadi, insonlarga munkar uzoq turg'izadi, ma'ni qilma deb nahiy qiladi. Amirun, nahun bir ikki sifat qarindoshlar. Buni ijro qilish uchun qarindoshlar, bu mu'minlarda hokimiyat bo'lishi lozim. Chunki hokimiyatsiz ikki vazifa aqmaydi. Mesela hozir bizningki hokimiyatimiz yo'q, davlatimiz yo'q, hech nimamiz yo'q. Bizning ichimizdan chiqqan Uyg'ur diniy olimlarimiz, diniy zotlarimiz her gün so'zlab turyapti. Uni qilmaslik lozim, buni qilish lozim, bu sababdir, bu gunohdir deb so'zlab turyapti. Kim tangshyapti? Hech kim. Nima ish tangshimaydi? Hokimiyat bo'lmag'achqa tangshimaydi. Shuning uchun amiruna bil ma'ruf, nahuna anil munkar. Bu insonlarning qo'lida hokimiyat bo'lgan vaqtda, ya'ni mu'minlarning qo'lida o'zining davlati, o'zining hokimiyati, o'z iqtidori bo'lsa, buni qiladi. Zodi insoniyatning bu dunyoga yaratilishdagi maqsad xalifa emasmi? Bu Allohga vakolatan ma dunyoda hukm surish degan gap. Nima uchun Allohga vakolatan hukm surdi? Chunki Alloh zaten alimul g'aybda bizni gap so'rgan vaqtda biz unda itoat qilib etamiz, bunda itoat qilib etamiz deb Allohga so'z beraylik. Söz vergandan keyin unda bo'lsa men sizga ma dunyoda yana yaratdim, ya kelib o'zingni isbotlanganlar, bizni isbotlab, o'zimizni isbotlashga evatga yo'qmi ma bu? Miyada qiladigan ishinglar mening amrim bo'yicha ish qilasizlar. Mana ma to'g'ri, ma xato deb bizga bildirib, fitrat degan bir narsani berib, aql degan narsani berib, bu dunyoga evataylik. Shuning uchun mu'min va musulmonlarning qo'lida o'zining hokimiyati bo'lmasa bo'lmaydi, hokimiyati bo'lish uchun o'zining vatani bo'lmasa bo'lmaydi. Demakki, mushunchalar urush, kurash ishlarini Alloh bilan biz savdo qilishib, shartlashib, kelishim qilganimiz qaraganda, shu kelishimning ichida ey Allohim, vatanimizni o'z qo'limizda tutib turamiz, hokimiyatimizni o'z qo'limizda tutib turamiz degan so'zlarni bor shu Alloh bilan bo'lgan anglashma, kelishim ichida. Shuning uchun bu millat amir, nahiy sifati deydi. Amir degan bilimizga turishim qo'lda amir, amr qilg'uchi degan gap. Boshliq degan gap. Rais, rahbar degan gap. Nahiy degan to'sqchi, qilsang bo'lmaydi deydigan, gunohkorlarni tutadigan saqchidek, davlatning saqchilaridek. Huquqini qo'lda tutadigan insonlar degan gap. Oxirgi bularning sifati val hafizuna li hududillah. Allah sifat sanıdığı düvədə.
9. sanatdır. 9. sanat. Bu 9'un en ahirkisi 9'uncusu ve hafizuna li hududillah. Bu Allah yolundan mangan. Allah bilen sodalaşkan, yoğun sodağa kirgen. Allah rızasını kazanımızda yol bu cengçiler. Allah'ın çigralarını muhafaza kılıyor. En ahirisi kelgende çigir muhafaza kılışıp geldik bunu. Had degan çigra, hudud çigralar, hududullah degan Allah'ın çigraları. Hafiz demek muhafaza kılgan, saklagan qoğduqçılarına hafiz deyildi. Yoki muhafiz deyildi. Bu yerda bu insanlara vel hafizuna li hududullah Allah'ın çigralarını qoğduqçılar deydi. Çigri nerede buludu? Hakimiyet içinde buludu. Özümüzün hakimiyeti, özümüzün iyilik hukukumuz aslındaki memleketimizde buludu. Memleket degan gap mülk yıldızıdan. Mülki iyilik hukuku dairesideki yerler degan gap. Mening digil oladigan iyilik hukuku qonunluq bo'lgan yerlarni memleket deyiladi. Şu çigra şu memlekette buludu. Bu insanlarınki yani bir memleketi buludu, iyilik hukukluk yeri buludu. Şu üzünün küçü yetki yeriga Allah'ın hududunu şuradaki Allah'ın çigralarını muhafaza kılıdı deydi. Allah'ın çigraları degan maddi cihetini şu devletin çigrası deb düşünsek mi buludu, memleketin çigrası deb düşünsek mi buludu. Ama miyada asaslık Allah'ın közü tutqunu, Allah'ın toğra deganini toğra deb muhafaza kıldığı. Hata deganini hata deb muhafaza kıldığı. Halal deganini halal, haram deganini halal deb muhafaza kıldığı. Allah'ın hak deganini batıl deganini batıl dedi. Muamele kıldığı. Haram degan haram degandikin haram deymiz. Allah haq degandikin haq deb qaraymiz. Allah batıl degandikin batıl deb qaraymiz deydigan bir shu aqidani muhofaza qiladi. İbadetlerde bu hudud. Ahlak hududları var. Allah ahlak islam, ma ahlak, ma yaxshi ahlak, ma yaman ahlak deb tushundirdi. Muamelelerge müdahale kıldı Allah. Manda muamele kılsanız doğru özara, manda muamele kılsanız hata deydi. Akidemiz müdahale kıldı. Müminin akidesi manda oluş gerek. Müminin akidesi manevi teminatı miyadin keliş gerek, Kur'an'dan keliş gerek, sünnetten keliş gerek deb Allah akidemizge, rehberlik, ibadetlerimizge. Yani şu siyasetimizge. Siyaset manda oldu, devlet manda kursiz deydi. Yani bir geço cihat, uruş kaideleri var. Uruşunu manda kılsız deydi. Yani bir şu, dünyada yaşaydıgan, muş uruş meydanında yaşaydıgan intizamlara, nizamnamalara, kanunlara müdahale kılıyor. Sizin kanunlarınız, Kur'an'dan, sünnetten çıkmasa, muş asas kanuna göre Kur'an ve sünnet tayinip durup kanun çıkarsanız bulundu deydigan ictihatlar oldu, ictihatlara müdahale kılıyor. Bir adam men mujtahid deb o'tirg'i chiqib, Qur'on va sunnatga xilaf holda fatvolarni bergandan keyin uni rad qildik bizniki dinimiz. Musulmonlar shunday bo'ladi. Val hafizuna li hududillah. Allohning hududi degan shu yashash sohamiz bo'ladi, shu dunyoga kelgandan keyin tug'ilgan o'lgicha yashash jarayonidagi nafas avlatgan vaqtimizdagi qilishga tegishlik, qilmaslikka tegishlik. Hem sahada Allah'ın hududu kirişip gittiklik. Unda bo'lgandan mavi savdogarlar, mavi askarlar, mavi jangchilar, Allah'ın jangchilari qanday qiladi? Ash kirishib ketgan Allah'ın hududini davomli muhofaza qilib turadi. Yani o'zgartirib qo'ymaydi. O'zgarish izin bermaydi. Nima uchun?
Bu dünyada insaniyetin düşmanı var. Mana dedik abiyan, nefsimiz düşman, anandaki şeytan düşman. O şeytanın bu dünya koyup koygan deccalları var. Bu düşman, bu deccalları işleydiğin şeytanın evliyaları var. Bu şeytani evliyalar o düşman. Anandan keyin kallasi yuvilib ketgan, şu deccali sistemga ishlaydigan, yüzünü men palani millatni, palani dindan deydigan, ammo kallasi yuvilib ketgan. Bilib yoki bilmay decjalga ishlaydigan tağutlar var. Munofiqlar var, milliy munofiqlar var. Bularning hammasi düşman. Yani düşman bo'lgandan keyin bu yerda muhofizlar bo'lmasa, qanday bo'ladi? Bunga qarshi turadigan, uni muhofiz qiladigan, qo'g'daydigan askar bo'lmasa qanday bo'ladi? Vayron bo'lib ketadi. Hozirgi dunyoning holi shu aynan. Xalq odam xalqini chiqarayotgan gap. Bak odam bak shu o'zimizningki insonlik jinsiyatiga qadar kishining ayol kishining akish bo'lishlaridan tortib aralashib ketishining sababi qandaylar? Al-hafizuna li hududillah bo'lmaganligi uchun bo'ladi. O'zimizning erkakligimizga, ayolligimizga ega chiqolmaydigan holga kelib qolyapmiz. O'zimizning ailemizga, balchaqlarimizga ega chiqolmaydigan holga kelib qolyapmiz. O'zimizning millatga, o'zimizning davlatiga ega chiqolmaydigan holga kelib qolyapmiz. Nima uchun? Hafizuna li hududillah bo'lmaganligi uchun. Biz shu sapga kirmaganligimiz uchun. Sirtda turib olib, mening qo'limdan nima ish kelibdi? Men nima ish qila oldim deb, sistemning sirtiga chiqib olib, qaqshaydiganlar jiqlab ketganlikdan bo'lardi. Masalan, bek muhim bir mashinaning bir parchasi bor deyli. Bu parcha shu joyga qo'ya olmasa hech nimaga yaramaydi. Ash motorni cho'g'iltayotgan bo'lsin, yoki transmissionning bir parchalari bo'lsin. Nimasi o'zi shu bundan qat'iy nazar, uni minglarcha dollarga olayli, bek muhim ishlaydigan yangi bo'lsin, ammo sistemning ichiga qo'ymasak, joyiga qo'ymasak ishlamaydi u. Biz qanday o'qib ketgan bo'layli, qanday musulmon bo'lib ketayli, qanday bilimimiz bo'lib ketsin, ilahiy sistemning ichiga chiqmasak, men milliy mustaqilligimizni asliga keltiradigan harakatning ichiga kirmasak, vazifa olmasak hech nimaga yaramaydi. Sirtib turib tillashdan boshqa hech nimaga yaramaydi. Bunda qilsa bo'lmamdi, bunda qilsa bo'lmamdi, tanqidlashdan boshqa ishga yaramaydi. Chunki sistemning ichida bo'lmagandan keyin ishga kerak kelmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu Alloh mishada bizga sanab berayotgan, Alloh danglayotgan mushu savdogar, ulug' savdogarlar, mushu ulug' jangchilar, ulug' kurashchilarning orasidan bulayli, shularning qatoriga kirayli deydigan bo'lsa, qarindoshlar, bir yerdan boshlashimiz lozim ya. Biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish tutimiz bilan o'zimiz eng ishongan insonlarning qishig'i bor edi. Zot bilmagan odamga ishongan bo'lmaydi ya. Ishongan odam bilan bir guruh qurib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini taktikga qatnashsak bo'ladi. Barabar kengraymiz, kishining ichiga kirgandan keyin bir yerda tunishadigan ish chiqadi. Bir yerda yo'limiz kesishadi. Sen Bamitning qarindishimda quchoqlashib, yo'g'nab mağdigan ish. Hozir kichik bo'lgan bo'lsak, yo'g'inimiz Allohning o'zini bilan. Aldı bilan Allohning rahmati bir kelsin bizga. Allohning mag'firati bir boshimizga kelib, gunohlarimizni bir mag'firat qilib bersin. Ham ma bandalarim deb bo'pti. Shunchalar yalvargandan keyin bo'pti, mag'firat qilay, kechirim qilay, gunohlar bo'lgan bo'lsin. Afv qilay desin Alloh. Uningdan keyin shu bahor kelgan vaqtda tün gulgiyalar ochilib ketgandek, tün hasharotlar tirilib, ya'ni tegidan chiqib ketganda qarindoshlar, bizning o'lgan ruhlarimiz tiriladi. Ma'naviyatimiz tiriladi, axloqimiz tiriladi, vijdonimiz tiriladi. Hammamiz tirilib ketgandan keyin hammamiz kerak keladigan insonlar bo'lamiz. Hozirgidek janjallar bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, Allah mushu sifatlarni qo'lga keltirganlarga nima deydi oxirsida? Va bashiril mu'minin. Ey inson, mandat mu'minlarga xush bishoratlar. Sizlarni Alloh rozi, mana ma jannat sizlarningki, mana ma savdoda sizlar g'alaba qildinglar. $1 savdo bilan milliarder bo'ldinglar deb xush bishoratni va dunyolikni, oxiratligini qozonganlar mushu deb Alloh bizga bu dunyo. Bu oyatni shunday oyoqlashtirdi. Qarindoshlar, Alloh bizlarni o'zi sanagan taibunlardan qilib abidunlardan, hamidun, saihun, raki'un, sajidun, amiruna bil ma'ruf, annahuna 'anil munkar, al-hafizuna li hududillah. Mush 9 turdagi, mushu sifatdagi insonlardan qilib Bizning axloqimizni, xarakterimizni mush sifatlar bilan
Allah bezep bəsin. Allah kuşlandırıp bəsin. Allah bizni şu g'alaba qilgan. Şu ulug' savdogarlarning qatorisidan, şu ulug' mujahidlar, ulug' jangchilarning, ulug' kurashchilarning orasidan qilamiz. Allah bu dunyoda yaşayan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın. Vefat bulacağın çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.